Bugun sizlar bilan bu kvartiramizni dizaynerskiy proyekti bilan va real qo'yib bergan mebelimizni solishtiramiz. Bu kuxnyamizni klientimizning xohishlariga ko'ra bir ikkita joyi o'zgartirilgan. Proyektda ko'rishingiz mumkin, bu yoq tekis mертвый zona bo'lgan. Biz buni foydali zonaga o'zgartirganmiz. Ichida shkaf va polka va tagiga mikrovolnovka joylashtirib berganmiz. Островкimizga keladigan bo'lsa, stolishnica va bokovoy qismi laminatdan qilingan. Biz buni kvartsga almashtirdik. Bu yotoqxonamizni ham dizaynerskiy proyekti bilan bemalol solishtirib ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizni kichkina zal oilaviy o'tirishlar uchun. Bu yerda detskiy joylashgan. Detskiy dizaynerskiy proyekt bilan birga bir chiqqan. O'zingiz solishtirib, ko'rib baho beringlar. I ain't in the new trends of the hype shit. Everybody biting my style, suck on my dick. Life move fast, man, it's priceless. I know legends never die, this shit timeless. Headshot. Ishimizning sifatini ko'rdinglar. Sizlarga ham shunaqa premium kачестводagi mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, Arko fabrikasiga aloqaga chiqinglar. If you scared, stay the fuck up out the mosh pit.